Hey yo, what's up obunachilar? Bugun sizlar bilan Happy Beta va bugun biz sizlar bilan video qo'yishni o'rganamiz. Sizlar uzunga mana buni 3 minutdan oshadigan yoki 15 soniyadan oshadigan videolar qo'yishinglar uchun esa kompyuter yoki telefon bo'ldi. Lekin mana bunaqa shortslar uchun faqat telefon kerak. Hazırlaştık. Bugün biz Minecraft'ın 15 yıllık sırrını açamayız. Böyle aldadım. 5 de faktını açalım. Kanalga like basıp tugmasini obunadan qo'ng'iroq keyin esa like'ni bosib qo'ying. Xullas Minecraft'ning ikkinchi siri esa skin qo'yish. Yo, mayli, hazillashdik. Bo'ldi, bugun hazilkashli narsalar bo'lmaydi. Sizlar Minecraftga kirib, o'z dunyongizda yaratganingizdan keyin Minecraftga kirishda 100 soat kutasiz. Nihoyat kirildi. Keyin esa sizlar rus bo'lib tug'ilasizlar. Keyin esa qishloq yoki boshqa narsa qidirgan ketganinglarda bu daraxtlar o'zi Minecraftda oldin bo'lmagan. Buni odamlar o'stirib ketishgan. Desam ishonamidingiz? Ishonmay qo'yavering. Keyin aytaman. 3 ta daraxtlar ektirilgan. Bu safar ishonasanlar. G'orlarni kim o'ylab topgan aytaymi? Bizning miloddan avvalgi odamlaringiz o'ylab topgan. O'zlarining ota-bobolaringiz edi. Daraxtni aniq o'stirib ketishgan. Qovoq. Ushtu qo'ymi? Bula video olayotganimda nega kelasanlar? Hayır. Kim ishonuvdinglarmi? Jigar qo'y faqat junglida bo'ladi. Lekin bobolarimiz Nurtich esa o'lib ketdi. Bechora, uni o'rniga esa Dream keldi. Hoy Dreams, men Messining muxlisiman. Bilasizlar-ku obunachilar. Obuna bo'lib qo'yganlaringdan keyin men agar Messining muxlisiman deb qo'ygan bo'lsam, obunani endi qaytarib bo'lmaydi. Qaytarib bo'lganing. Bilasizmi, men obuna bo'lganingni ko'rdim hammangni. Men hakkerman. Eski ismim hakker bo'lgan. Hozirgi ismim Habibi. Hakker. Sizlar survivalda Minecraftga kirib, "Yo, endi men qishloq qidiraman. Chunki bu yerlar tekis ekan." Bo'lgan holat sizlarda bo'lganmi? Necha marta bo'lgan? Meni bir marta ham bo'lmadi. Yo, daraxt ustida paydo bo'ldim. Endi bu daraxtni tepasidan chopaman. Hop. Holatlar bizlarda 0.00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 0dü. Shuning uchun ehtiyot bo'l yurlaringdan. Mana shunday narsalar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan deyapsanmi? Kallangni ishlat, tentak. Aslida buni seni otang qoldirib ketgan desam, bizdan ham oldin 45 BC
yildagi milodagi to'g'rilarimiz qoldirib ketgan. Yo, men hech qanaqa mod qo'shganim yo'q. Shunchaki men uyqum keldi. Uxlashim kerak-ku meniyam, o'ylayman uxlamas. Yotog'imda sindirsam ham bo'laveradi. Chunki men kreativda o'ylab qolaman. Ularda miloddan avvalgi bratimiz qoldirib ketgan. Ya'ni ustalar. Lekin ular hozir nega yo'q? Ularda zombilarga ketganmi? Lekin nega reyderlar hali yo'q ketmagan? Shunaqa uyda yashashadi. Chunki ular aslida o'zlari bu uyda qo'llar bilan qurishgan. Mana bunaqa yebanatlarga esa kuchlari yetgan. Dalba yo'q, mana u bilan uray. Menga farqi yo'q. Men qishloqda yashayman-ku. O'ldirsang hozir mana seni biling. Men yana bitta qishloq. Galing, qochamiz bu yerdan. Mana eshikni ochdim. Qochamiz. Dalba yo'q, qochamiz deyapman. Mayli qishloqlar ham qishloqda yashaydi. Ular ham o'zi uchun qurishgan bu qishloqni. Lekin biz dalba yo'qlar galimini o'ldirib yuboramiz, lekin o'zimizni o'ldirib qo'yishadi. Keyin esa biz qochib yuraveramiz. Mana aytgan bu yoqqa sakraymiz, qishloqlarda uyini o'maramiz. Oylab, qaranglar nima olib keldim. Uyimizda ichida hech narsamiz yo'q. Oylab, oylab. Ana o'chaychi. Ben shuncha narsa olib keldim. Endi yig'lamasdan jangga ketamiz. Men Yigachakning o'g'liman. Yo'limdan qochib qolmasam hammangni ezib ketaman. Men sizga yaroqda. Hamma menga bo'ysunsin. Men xullas yilanga hujum qilaringlar o'rtaga chiqib. Manga ishim borkan qochgulim. Shanda qayoqqa tushib ketdim? Mana vaqtlar. Ularda sirli joy bor edi. Qani 19 29 nahul. Qanchalar kuching yetadi meni o'ldirishga? Nega hammang yo'qsan? Undalar. Qani o'qvoy yo'q. Yo'qlam tortina ro'nim qoldi. Qaram. Men oqshurda. Trema.
Men Dreamman, hammasini yo'raman. Yo'qani. Nima bo'l? Men kechqurunga duxum qarqiyapti o'yin. O'yaman, orqamdan odamlar quvlayapti. Quvlamayapti-ku. Xullas sizlar shunday bo'ladi. Xullas sizlar deganimga e'tibor bermang. Men shunchaki aytdim. Короче, sizlar shu qishloqlarda ustidan kulib, mana shunday qilasizlar. Ya'ni o'g'irlaysizlar uyidagi narsalarni, lekin ular sizlardan emas, uni pillagerlar qilgan deb o'ylab, pillagerlardan alamda oladi. Shunday. Ular hammaga xayr.